O'zbekistonning g'alabasi. Bugun futbol olamida tarixiy kun. FIFA prezidenti Gianni Infantino O'zbekistonni U20 jahon chempionatiga mezbonlik qilish huquqi bilan tabrikladi. Bu nafaqat sport yutug'i, balki xalqaro e'tirofdir. Infantino o'zining rasmiy sahifasida shunday dedi: O'zbekiston va Ozarbayjon futbolni sevuvchi, musobaqalarni yuqori darajada o'tkazuvchi davlatlar. O'zbekiston futboli so'nggi yillarda jadal rivojlanmoqda. Futsal bo'yicha jahon chempionati, KAFA kubogi bular mezbonlik tajribasining isboti. Infantino Toshkentga tashrif buyurdi. Uni sport vaziri, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi vakillari kutib oldi. U KAFA finalini shaxsan tomosha qildi. U20 chempionati yosh futbolchilar uchun katta sahna. Bu turnir orqali kelajak yulduzlari kashf etiladi. O'zbekiston stadionlar va infratuzilma va mehmonxona tizimini yangilashni boshladi. FIFA delegatsiyasi bu jarayonni nazorat qiladi. Bu turnir o'zbek yoshlariga ilhom bag'ishlaydi. Ular endi jahon sahnasida o'ynashni orzu qilmoqda. FIFA O'zbekiston va Ozarbayjon hamkorlikda turnirni yuqori darajada o'tkazishga bel bog'lagan. Bu sport diplomatiyasining yorqin namunasi. Fabio Cannavaro O'zbekiston terma jamoasini boshqarishga rozilik berdi. Bu jamoa uchun yangi bosqich. O'zbekiston futboli yangi bosqichga chiqmoqda. Bu faqat sport emas, bu milliy faxr. Videoni ulashing, futbol ruhini tarqating.